Uka, nima qilmoqchisiz? Jentrani ko'tarib olib tashlamoqchiman. Ichkariga kirish kerak. Yo'lni to'sib qo'yib qarang. Jentrani ko'tara olmaydi. Nima ko'tara olmaydi? Ikkita jentrani ko'taradi. 3 tonnalik qari. Yangi. 0 motochas. Buni qarang, oldilarni qarang. Ko'tarishini. Mana buni haqiqiy katta bolalarning texnikasi deb shuni aytadi. Furada, vagonda yuk olib keladiganlar uchun mana zo'r yordamchi obunachilarimiz, tadbirkorlar umumiy vazni 4,5 tonna, yuk ko'tarish quvvati kitobida 3 tonna, 3 tonna yukni ko'ryapsiz, yaqin 3 metrga ko'tarib berish quvvatiga ega dizel apparat motor. Ya'ni salatga tanlamas dvigatel bilan jihozlangan. Kimga bu texnikamiz qiziq bo'lsa, video pastdagi telefon raqamlariga murojaat qiling. Endi bu pul topar texnikamiz narxiga keladigan bo'lsak, oz-moz kami bor, faqat naqdga sotiladi, variant kredit yo'q. Mana miqdor cheklangan, hozirda bitta dona qolgan. Ulgurib qoling, hozirda Namangan bojxona omborida turibdi. Videoga like bosib, shunaqa pul topar texnikaga ehtiyoji bo'lgan biznesmen tanishlaringizni ulashib qo'ying.